Hozirgina Hamzat Chimayev va Shon Strickland jangi va nihoyat tugadi. Chimayev bu jangga birinchi raundda yo'q qilish uchun chiqdi. Oktagon ichida jangdan oldin juda ham ko'p qo'riqchilar bor edi, lekin jang boshlanishidan oldin Hamzat va Shon bir-biriga qo'l tashlashdi, bir emas, ikki marotaba. Lekin jang hech kim kutmagan tarafga burilib ketdi. Videoga like bosib qo'ying. Hozir esa jang tahlili. Va nihoyat UFC 328 kechasining asosiy jangida chechenistonlik Bors amerikalik psixopat Shon Stricklandga qarshi jang qildi. Jangning ikkalasi ham juda qattiq hayp qilishdi. Shon juda ko'p gapirdi va keskin bayonotlar qildi. Hamzat ham press konferensiyada hammani hayratda qoldirib, vaziyatni yanada qizitdi. Oxirgi jangda Chimayev Dricus du Plessisdan kamarni tortib olgandi. Undan oldin Whittaker, Usman va Bjornsni mag'lub etgan. Bu jangdan keyin Hamzat keyingi kamar uchun yarim og'ir vaznga ko'tarilishni xohlagandi, lekin hozircha unga buni ruxsat berishmadi. Jang oldidan vazn tashlashda u juda katta muammolarga duch keldi. Juda og'ir o'tdi, lekin yuzma-yuz marosimida yana u tiklangandek ko'ringandi, energiyaga to'la edi. Shon Strickland ham Hamzat bilan jangga yaxshi formada keldi. U Israel Adesanyani kamarni tortib olgan, Kostani mag'lub qilgan va oxirgi jangida esa xavfli jangchi Anthony Hernandesni finish qildi. Faqatgina Dricus bilan ishlari yurishmagan, unga 2 marotaba yutqazgan. Bugun Shon juda katta underdog edi. Koeffitsiyentlar 7 atrofida bo'lgan. Ko'pchilik unda umuman sha'nisi yo'q deb o'ylagandi. Lekin ba'zi odamlar Chimayevning bu og'ir vazn tashlash ortidan bu kecha cho'zilishi mumkin deb o'ylashgan va shunday ham bo'lib chiqdi. Hamzat darrov oldinga tashlandi. Ikkita kickdan boshladi, keyin esa yengil takedown va kontrol. Chimayev Shonni u yoqdan bu yoqqa aylantirdi, lekin jiddiy zarbalar ham, jiddiy xavf ham bo'lmadi. Shon esa oson himoyalanib, deyarli zararsiz raundni tugatdi. Ikkinchi raundda haqiqiy xaos boshlandi. Shon stoykada Hamzatga zarbalar bera boshladi va yaxshigina tekkizdi ham. Hamzat ham yaxshi overheadlar tashladi, lekin Shon kontr hujumlar bilan uni tutib olardi. Chimayev yana takedownga ketdi, lekin Shon buni oson blok qildi. Hamzat o'rnidan turmadi va Strickland uni tepasidan turib nazorat qila boshladi. O'sha vaziyatda juda ko'pchilik shokka tushdi. Nima bo'lyapti o'zi? Chimayevning kardiosi qayerga yo'qoldi? 3-raund to'liq stoykada o'tdi va juda yaqin bo'ldi. Hamzat oldinga bordi, yaxshi zarbalar berdi, Shonning burnini shikastladi. Shon ham yelka bilan ajoyib himoyalandi va qattiq jeblar bilan Hamzatni bir necha marotaba silkitdi. 4-raund ham haqiqiy qonli urush bo'ldi. Ikkalasining ham yuzi yorilgandi. Chimayev qattiq overhead urib Shonni nokaut qilishni xohladi. Lekin Shon har bir zarbaga javob qaytarardi. Ochkolar esa teng ketayotgan edi va Hamzat yana takedown qilib raundni o'z foydasiga yopdi. 5-raundda ham xuddi shunday manzara bo'ldi. Shon himoyalanardi, bu uning jangi emasdek ko'rinardi. Hamzat shunchalik bosim qilardiki, bu Shonga juda ham noqulaylik tug'dirdi. Ikkalasi ham bir-biriga yana yaxshi zarbalar tekkizdi, lekin Shon Hamzatning kurashini juda yaxshi qaytardi. Jang esa juda ham qonli otishmadek yakunlandi. Ikkalasini ham yuzi qonga belangandi. Bu juda ham qattiq jang bo'ldi. Hamzatni oxirgi marta Gilbert Bjorns bilan shunday holatda ko'rgandik. Statistikani ko'rsak, Shonda ko'proq aniq zarbalar bor, lekin nazorat va takedownlar Hamzatda. Qizig'i jang davomida Shon va Hamzat bir-birini ko'p marotaba quchoqlab qattiq hurmat ko'rsatishdi. Bu yerda hech qanday nafrat yo'q edi. Oxirida hamma shokka tushdi. Shon hakamlarning bo'lingan qarori bilan Hamzatdan kamarni tortib oldi. Deyarli 99% odam Hamzatning g'alabasini kutgandi. Nima bo'ldi? Buni hech kim taxmin qilmagan. Bu esa Hamzatning birinchi mag'lubiyati bo'ldi. UFC'da bunaqa upsetlarni ko'rmaganimizga ancha vaqt bo'lgandi. Mana shunday kutilmagan jang bo'ldi. Tezkor obzor uchun like bosib qo'ying do'stlar. Ha, to'liq kadrlar ko'p emas, buni tushunasiz do'stlar. YouTube mualliflik huquqini qattiq himoyalaydi. Ayniqsa Paramount Plus bilan bu juda qattiqlashib ketdi. Shuning uchun do'stlar, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va izohlarda fikringizni qoldiring. Hamzat uchun keyingisi nima? Birozdan keyin esa jangdan keyingi press konferensiya tarjimasi chiqadi.